Dehqon akalar mana boqqa kelyapmiz, xudo xolasa. Bir video syomkalarida qo'ldan kelganicha borib boramiz. Shoptonlarimizda mana shoptonlar bor. Mana jonlida bilmaymiz biz. Qizilchalarimiz bor, lovalarimiz bor. Aytib yurmaysizlar buni. Bilganimizcha olib chiqaramiz, yoritamiz dehqonchiliklarimizni. Mana xudo xolasa qizilchalarimiz mana bu yoqda. Xudo xolasa zo'r. Ko'z tegmasin, Xudoyimni bergan ne'mati bu. Xudoyim bersa olamiz, bermasa qolamiz, shukr qilaveramiz. Hamma yo'g'imiz yaxshi. Tani jonimiz sog', mehnatimizga yarasha Xudoyim beryapti. Bo'lgani tuxumday. Bo'lmagani sal g'o'raday ham bor. Mana shular g'o'raday. Mana bo'lgani mana bunaqa. Ovlash kerak ekan. Ovlasa keyin bo'lar ekan. Ovlatish kerak ekan buni ham. Xudo xolasa dehqonchiliklarimiz yaxshi, ko'z tegmasin. Bu videoni qilgandan maqsad bir dehqonchiliklarimizni qadrlab yozadiganlar bordir, yozmaydiganlar bordir. Mana hamma o'zi biladi-yu. Mana zo'r bularimiz. Ko'z tegmasin shoptonlarimiz. Bu yil 2-yili mana bo'ylari. Aniqrog'i mana eski 3'i. Buni dehqonlar biladi. Mana shuncha o'sgan. Bu nimaga, qanday bunaqa g'ovlab ketdi deganlarga, biz shu qiziqib dehqonchilikka qiziqib, ota bobomiz dehqon, o'zimiz ham dehqonchilikka qiziqamiz. O'shanga mana qilib bu shoptoliga g'ovlatish maqsadida mevasi yo'q o'simliklarga mana shoptoli, uzum, o'rik, shunaqa daraxt mevalari, uzumlarimiz, bunaqalarga amiyak norimizni oqizadigan bo'lsak, normalli qilib, normada o'zini normasi bor. Mana shu 5 ta qator bo'lsa shoptonimiz, 5 ta qatorga bitta sistemani shilangida oqizganmiz. Shu 50 shilangda suvimiz tushadi, shunda oqizganmiz. Mana ko'rib turibsizlar. Eng balandda o'tgani mana shu edi. Mana. Bu endi 1 metrdan o'tgan. Eng balandda 2 metrga boryapti, xudo xolasa. Buni yana ham butab chiqdik. Hamma yo'g'imiz bor. Uzumlarimiz bor mana. Ko'rinayotgan bo'lsa mana. Uzumlarimiz ham bu yil xudo xolasa o'nlashib o'tsa bo'lib ketadi. Chiqib qoladi. Qizilchalarimiz mana boshi suvga qongan. Mana suvga qonganlik evaziga mana shunchalik bo'ldi. Shunchalik bo'lib, Xudoyimga beqatlar shukrlar bo'lsin. Mana qilgan mehnatlarimiz yerda qolmadi. Xudo xolasa iflab chiroyli qilib sotib olsak yaxshi bo'ladi. O'zbek buni
yetishtirib dehqonchilik qilib nima qiladi? Albatta xursandchilik kunlar, to'ylar qilamiz. To'ylarga yetkazsin hammani. Uy solamiz, bola chaqali, mashina olamiz. Shunaqalarga harakat qilamiz. Qilsak kam bo'lmaymiz. Qilmasak yuraveramiz. Qilsa ham qilmasa ham yuradi. Qilgan odam kam bo'lmaydi. Dehqon akalar. Mana hozir bu qizilchani ko'rsatishdan maqsad qizilchalarimiz birinchi yili ekishimiz mana. Dehqon bo'lib bu qizilchani oldin ekmaganmiz. Mana 34 ga kiribmanki biror marta ham qizilcha ekmaganmiz. Men qizilchani bilmas edim. Mana dadam o'tib ketgan, joy jannatdan bo'lsin, oxiratlari obod bo'lsin. Onamiz bor, onamiz tirik, Xudoga shukr. Umri uzoq bo'lsin. Ukam bor, akam bor, mana opalarim bor. Bolalarim bilan mana shunda hammamiz 5 ta farzandmiz, 5o'miz ham bir tashaymiz mehnatga. Mehnatni bir kunda tugatib qo'yamiz. Hamma kam bo'lmaydi. Mana shaptoli qatorda ariq bor mana. Ariqdan suv keladi. Jicha shu namjonroq. Mana shaptollarda tayyor. Nimaga bunaqa bo'ldiki? Bilmaymiz. Endi birinchi yiliga shunday yaxshi bo'lsin. Hamma yo'g'ini ko'rsatib yoritib boryapmiz. Mehnatlarimizni qadrlaganlar plus belgisini qo'yinglar, dehqon akalar. Dehqon bola bor. Mana qayerdanlikin bilmayman, shu Quvasoyda, Quvada, Surxondaryo, Voha tomonlarda ham chiqyapti. Vodiy tomonlarda chiqyapti. O'zimizda Oltiariq tumanida Shuhrat Agro bor. Shuhrat akamiz. Oltiariq meva bozorida ko'proq ko'rinib bo'ladi. Keyin nimalarda o'zini urug'chilik magazini bor. Shuni chiqarib oladi mana. Bu qizilchamizda Oltiariq tumanida Oltinbo'yaka degan urug'chi bor. O'shandan olganmiz buni. Oltinbo'yakani ustozi, to'g'rirog'i ustozi bir hoji buvadan olganmiz. Shu bizga olib bergan qo'llari dard ko'rmasin. Shu hoji buvamizda kam bo'lmasin. Bu qizilchamiz Borro nomlik. Birinchi yil ekishimiz zo'r bo'ldi. Bugun mana 2026-yili 18-may sanasiga 19-may ekan, kechirasizlar. 19-may ekan. 19-may kunga mana qizilchalarimiz xilla bo'lib qoldi. Shu may iyunlarga olib borsak, iyunda boshlaymiz ekan. Bir 10 kunlarda yulishni boshlaymiz. Yetilganini sotaveramiz. Shu kimga zarur bo'lsa qizilcha bemalol kommentariyaga yozib qo'yaveringlar. Mana manzilni tushuntiraman, kelib ko'rib gaplashaveramiz. Bizga dehqonchilik. Biz unaqa taraf nima qilib olamiz. Qo'ldan kelganicha hamma foydalanadigan chiroyli qilib beramiz. Mana
to'rtta qator bor. To'rtta qator xudo xolasa 150 metrdan. 150 metr ham hazil bo'lmaydi ekan ama. Bitta qatorini o'tab chiqish mana shuni mana. Damas pasrog'igacha. Damasga 20 metr bor, 150 metr uzuni bo'lsa 3 kishi 2 kunda olib chiqadi. 2 kunni 10 kunga 8 kun 10 kunda bo'lishadi. Buning ichida xolos qizilchani tozalamaydi. Shopton tayini ochishadi bir yo'li. Shunaqa. Bag'imiz mana pomidor. Pomidorlarimiz novuchoq sorti. Novuchoqlarimiz mana. Xudo xolasa hammasida bor. Hammasidan Xudoga shukr bor. Dash zona deydi. Mehnat qilsa hamma yo'qda bo'ladi. Mana pomidorlarimiz. Mana bu pomidorimiz boshqa sorti. Sorti boshqa buni. Pomidorda mana hamma yo'g'i yaxshi. Novuchoqlarimiz zo'r dehqonchiliklarimiz barakasini bersin. Shunga mehnat qilgan o'ylamizda qo'li dard ko'rmasin. Mana 50 metr bu. Salkam 50 metr. Bog'imiz 40 sotidan iboratda. Shundan 25 soti 30 sotiga nima qizilcha ham bo'lgan, pomidor ham bo'lgan. Shaftolimiz 2-yili bigmen shaftoli. Shaftolilarimiz xudo xolasa yetilib qoldi. Borida bor, yo'g'ida yo'q. Bu yildan keyinga xudo xolasa savdogar akalarimizni kutib qolaveramiz mana. 2027-yilga xudo xolasa shaftolilarimiz pishib yetilishiga mana savdogar akalarimizni kutib qolaveramiz. Xudo xolasa Xudoning berganidan qismati. Chiroyli qilib yetishtiramiz bu yildan keyinga. Bu yilga mana tanalarni o'nab oldik. Mana eng kichkina tupi. Tanalari butalgan. Yoziga kalta pishirishga butalik. Shunaqalarni qildik. Bitta mehnat ketdi. Mehnatimiz yerda qolmadi, Xudoga shukr. Hamma yo'g'imiz zo'r.